qo'yxonani bog'idan so'ragan akalarimizga xudo xolasa qo'yxonani bog'idan 10 talik, 6 talik, 4 talik qo'yxonamiz boshida 2,5 metrlik tomlilardan so'raganlarga mana shu tomli variantlarimizni xudo xolasa obzori bilan, narxlari bilan nechta qo'y sig'adi, ma'lumotlarni chiroyli qilib sizlarga razmerlari bilan ma'lumotlarni beramiz. Bittadan like bosib, yaxshi joyga o'rnashib olinglar. Bo'lmasa biz birinchidan boshlaymiz akalar. Qaranglar. Birinchi bu ko'rsatayotgan qo'yxonamiz uzunasiga 3 metr, eniga 1,5 metr bo'ladi. Yig'ilib sochiladi, tomli xolasini mashg'ulotda orqaga, xolasini oldiga uklovlarni qilib berish imkoniyatlari bor. Oyoqlari, kashshaylari hamma yo'q zakonniy qo'yib ketilgan, qaylari poltaxta qilingan, tozalashga shunaqangi udobli bo'ladi. Bitta ketmonni torsalar chiqib keladigandan bo'ladi. Tagiga qatirib yormaydi. Qo'ylardan pokiza, ozoda yuradi. Poltaxtani oralari ochiq, go'nglari o'zi to'kilib ketadigan holatda bo'ladi. Qo'yim yaxshi semirsa, pokiza yursa, go'shidan hidi kelmasin degan akalarimizga mana shu videolar bag'ishlangan bo'ladi akalar. Qo'yxonamizning razmeri aytdik 3 metrga 1,5. Bu qo'yxonamizga 6 ta qo'y sig'adi. Narxlari xudo xolasa 4,5 million so'mdan chiqyapti. Qilib beryapmiz akalar. Undan keyingilari akalar, yig'ilib sochiladigan 10 ta, 8 ta qo'y boqaman degan akalarimizga xudo xolasa 4 metrga 1,5 metrlik yig'ilib sochiladigan variantida akalar, ko'ryapsizlar, bo'ladigan poltaxtasi oxirida splashni qilib, uzun qilib berilgan xudo xolasa. Ikki taraflarida ham eshiklari boradi, chiqarib tushirishga imkoniyatlari bor. O'smoqchi masalan, o'rtada perigan o'tganlari hamma yo'g'i tashlab ketilgan akalar. Bularimizni narxi xudo xolasa mana shu holatda tomlari bilan chiqishi xudo xolasa 5,5 million so'mga chiqyapti. Dastlabki masalada Farg'ona, Marg'ilon shahri ichiga bepul, qolgan joylarga kelishadigan holda bo'ladi. Bular ham mana 4 metrda ikkita qilib berganmiz akalarimizga xudo xolasa yuring ketdi kamerachi akamiz mana 6 talik, tom so'raganlarga 3 talik, 2 talik xohlagan turlaringdan bor. Mana unisi endi akalar, to'rtta qo'yga moslangan, ikkitadan to'rtta qo'shqor boqaman degan akalarimizga tomli varianti yig'ilib sochiladi, razborka zborka bo'ladi. Oxirlarini ham xudo xolasa konteyner list, qalin listlardan foydalanib qilingan akalar. Qaylari poltaxta ko'ryapsizlar. Bularimizni narxlari xudo xolasa 4 million so'mga chiqyapti. Mana shu holatda razborni bo'ladi, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa mana shu qo'yxonalar bittadan like bosib, pastda nomerlar qoldirib, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Akalar, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunday qiziqarli videolarni yana qo'yib boramiz, joylab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.